Bugun Lola Karimova 26 yillik turmushiga nuqta qo'ydi va rasman ajrashdi. Bu haqda u o'zining Instagram sahifasida yozib qoldirdi. Endi e'tiboringizga 2026-yilda ajrashgan o'zbek mashhurlarini havola etamiz. Lola Karimova Timur Tillayev bilan rasman ajrashdi. Aktrisa va rejissyor Zebo Navro'zovaning ikkinchi o'g'li Shuhrat Yo'ldoshev ham o'zining turmush o'rtog'i Xumora bilan rasman ajrashgan. Bu haqda Xumora o'zining Instagram sahifasida ochiqlagan. Mashhur Sharq guruhi ham ajrashdi. Bu haqda ular o'zlari yashirsa-da, uning yaqinlari bu haqda Instagram sahifalarida yozib kelmoqda. Ayni kunlarda ular bir-biridan umuman Instagram sahifalaridan ham chiqib ketgan. Ayni damda ular yakka tartibda ijod qilmoqda. Mashhur aktrisa Shahnoza Xo'jamurodova ham rasman ajrashdi. Xabaringiz bor, u Olmaxon Hayitovaga kelin bo'lganda. Xonanda Ruxshona ham bir necha oy oldin turmush qurgan edi va ularning bu nikohi katta to'ygacha yetib bormadi. Xonanda Ruxshonaning bu galgi turmushiga ham dars ketdi. Mashhur bloger Xonzoda ham turmush o'rtog'i bilan rasman ajrashdi. Bu haqda ular o'zlarining Instagram sahifalarida yozib qoldirgan va bu holat ham keng muhokama markaziga aylandi. Yana bir bloger Dilima taxallusi bilan mashhur bo'lgan Dilshod Nazarov ham turmush o'rtog'i bilan rasman ajrashdi. Bu haqda uning turmush o'rtog'i o'zining Instagram sahifasida aytib o'tgan. Aktrisa Marjona ham turmush o'rtog'i bilan rasman ajrashdi. Shu vaqtgacha xabaringiz bor, ular ajrim yoqasida edi va birgalikda yashamayotgandi va nihoyat ular rasman ajrashgan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, aktrisa va psixolog Madina Nig'matullayeva ham turmush o'rtog'i bilan rasman ajrashgan, ammo buni ommaga havola etmagan. Madina Nig'matullayeva va turmush o'rtog'i atrofida turli xil muhokamalar kelib yurgan, ya'ni ular ajrashgani haqida turli gap-so'zlar bo'lalaganda, 2026-yilga kelib esa bu gaplarga nuqta qo'yildi va ularning yaqinlari Instagram sahifalar ostidagi izohlarga ular ajrashganini, hozirda yashamayotganligini yozib o'tgan. Bundan tashqari, xonanda Jasur Umirov ham ayoli bilan rasman ajrashganini e'lon qilgan edi va sal vaqt o'tgandan so'ng ular yana birgalikda hayot kechira boshladi.